Naqd pulsiz jamiyat. Kelajakda biz qanday to'laymiz? Pul bu faqat qog'oz emas. Siz oxirgi marta naqd pul ishlatganingizni eslay olasizmi? Texnologiyalar rivojlanib borarkan, jamiyatimiz asta-sekin naqd pulsiz tomonga o'tmoqda. Xo'sh, bu o'zgarish bizga qanday ta'sir qiladi va kelajakda qanday to'laymiz? Naqd pulsiz jamiyat bu to'lovlar qog'oz pul yoki tangasiz amalga oshiriladigan iqtisodiyotdir. Buning o'rniga biz plastik karta, mobil ilova, QR kodli yoki hatto yuzni aniqlash orqali to'lov qilamiz. Bugun siz telefoningiz bilan bir zumda to'lov qilishingiz mumkin. Ertaga esa sizga faqat yuzingiz, barmoq izingiz yoki hatto ovozingiz kifoya bo'ladi. Keling, ba'zi misollarga nazar tashlaylik. Apple Pay, Google Pay, Uzum Pay, PayMe, Apelsin, biometrik to'lov, kriptovalyutalar va blokcheyn asosidagi to'lovlar. Xo'sh, bunday iqtisodiy jamiyatning foydali tomonlari qanday? Tezlik, qulaylik, nazorat va hisob-kitob qilishning osonligi, soliq tizimining shaffofligi. Xavflari-chi? Shaxsiy ma'lumotlar xavfsiz emasligi, internetga bog'liqlik, texnologiyadan uzoq odamlar, ya'ni keksalar uchun murakkablik, nazorat ostida qolish. Tahlillarga ko'ra, 2030-yilga borib ko'pgina davlatlardan naqd puldan butunlay voz kechish ehtimoli mavjud. Balki O'zbekistonda ham barcha do'konlarda faqat QR kod orqali to'lov qilish urfga kirar. Balki sizning cho'ntagingizdan pul emas, faqat identifikatsiya kartasi yoki chip bo'lar. Naqd pulsiz jamiyat bu kelajak emas, bu bugun boshlangan yo'ldir. Naqd pulsiz kelajak qulay va xavfli bo'lishi mumkin. Yagona farq sizning tayyorgarligingizda. Moliyaviy savodxonlik bu erkinlik. Shuning uchun pulli gap siz bilan. Asosiysi moliyaviy savodxonlikni oshirish va har bir texnologiyani to'g'ri tushunish. Xo'sh, siz hozirgi kunda qanday to'lov turidan foydalanyapsiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va bu videoni boshqalar bilan ulashing.